Men hozir Urganchdame. Ishonmayapsizlar? Men hozir yana Urganchdame. Gördingizmi? Bu sun'iychilik hamma narsani tugatdi. Misol uchun men hozir xohlasam Parijga boraman. Ina. O, men xohlasam hozir sizlarga yomg'ir yog'dirib beraman. Qaranglar. Xohlasam qor. Xohlasam Ibey. Hey. O'zgartirib beringmi ey? Xullas, men nodezakman. Arkamda data ta'lim stansiyasi shu haqida gaplashamiz. Qani yetdik. Hozir ko'rgan narsalaringiz sun'iychilik, ya'ni AI deb aytiladi. Aynan ushbu AI ni o'rgatadigan kurslar ham data ta'lim stansiyasida yo'lga qo'yilibdi. Bu ajoyib yangilik. Yodlaringizda bo'lsa, mana 2 yil oldin aynan ushbu data ta'lim stansiyasini shu zdaniyasini obzor etdim. Ana endi 2 yil oldingi hamda hozirgi datani o'rtasida katta farq bor ekan. Misol uchun data student ilovasi bu hurmatli ota-onalarimiz uchun haqiqatda zo'r yangilik hamda qulaylik bo'ldi. Agarda siz farzandingizni data beradigan bo'lsangiz, farzandingizning baholari, uni davomati, ta'lim shakli nechik bo'lib turibdi, hamma narsa haqida bafurja donishsangiz bo'ladi. Ilovani esa App Store'dan yoki Play Market'dan skachat etsangiz bo'ladi. Yana bir yangilik coworking zona ochilibdi. Ana endi o'quvchilarni siz ham kelib turib tarif asosida foydalansangiz bo'ladi. Aytgancha, datada toza kurslar ham ochilibdi. Zamonaviy HR, AI, media, videografiya, Excel Pro va boshqalar. Datada faqat IT emas, balkim til kurslari ham bor. Ingliz tili, rus tili, koreys tili noldan o'rgatiladi. Sizlar uchun maxsus har oy CD mock testlar ham tashkillashtiriladi. Ish qilib shuncha ma'lumotni bir videoga sig'dirish sal qiyinroq. Eng yaxshisi o'zingiz bir marta kelib ko'ring. Nechun desa, hozirgi data 2 yil oldingi data emas.